tizimlashmagan biznes как haligi ko'zini bola yurganga o'xshaydi-da. Tushunib yetdimki, biznes bu odamlarni boshqaruv alohida ilm. O'zbekistonning eng topoviy o'rganda turgan biznes kouchlardan menimcha o'qib chiqishgan Oybek ham. Men ham o'zim vaqtida fotograf bo'lganman. Million dollarlar u yoqqa bu yoqqa ko'rib turiladi. Birinchi bo'lib men e'tiborimni tortgan mana shu nima uchun Savlat nomi qo'yilgan. Xo'p, Oybek aka, mana endi eng kutilgan xonamiz, sizni shaxsiy xonangizni ham bir ko'ramizmi? Ko'ramiz. Qani, marhamat. Qarang. Ofisimiz o'zi yaqinda bitta, uni anaqa qo'ygandim Instagramga qo'ygan. Chunki haligi etikka yalchimas degan singari. Juda vaqt anaqa ketib qoldi. Boshqa loyihalar boshlanadi. Bu yerda ishlayotgan o'sha xodimlarimiz umid ketib qoldi. Mayli, mijozlikni vaqtida bitirib, deb turib. Shu eng katta og'riqlardan shu mebel vaqtida bitmasligi. Shu sababli mana ofisimiz ham bitdi. Juda ham zo'r. Mana ko'rish. Kamtarona. Juda ham zo'r. Men hozir bittada kirdim, o'zi tabiiylik bu yerdagi haqiqiyligi, mebel sohasiga oidligi bittada his qilsa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga ham bir ketganmanki bir 10-15 ming. Endi hisoblayversa baraka sochadi. Zo'r. Alohida e'tibor berilgan. Buni dizaynerskiy proyekt bo'lganmi-ki bu yoki o'zingizning g'oyangiz bo'lganmi? Yo'q, buni dizaynini chizdirganmiz. Dizaynerga chizdirgan. Bir ukamiz bor, shu kishi chizib berganlar. Endi sal-pal o'zgarishlar bo'lgan. Lekin chizdirgan. Juda ham zo'r. Keling, mana endi mijozlarga ham tavsiya qilamiz. Oldin dizayn chizdirib olinsa, chunki bizda haligi mebel desa hamma shunaqa narsani tushunadi. Mebel alohida soha, dizayn alohida soha. Hozir mana uylarni ham chizdirib qilinyapti-ku. Biz hamma mijozlarga tavsiya qilamiz. Oldin dizayn chizdirib qurib olinsa, mijozlar o'ziga o'zaro tushadi aslida. Chunki dizayn holatda haqiqiy tasavvur qilib qurib olsa, ya'ni как yo'l xaritasiga o'xshagan narsa-da bu ham. Shuni ko'p mijozlarga aka mayli biz qilib beramiz, lekin bizga alohida siz uni dizaynerga qiling deb turib tavsiyalarni beramiz. O'zimizda dizaynerlar ham bor, yoki shularga tavsiya qilamiz. Tushunarli, zo'r. Keling aka, endi bir tanishtirib o'ting, bu yer nimalar qilinadi? Endi asosan kelib, men ertalab ishga kelganda bir qator xodimlar bilan so'rashib chiqaman. Har biri bilan. Xudoga shukr, haligi har biri bilan. Chunki bular boshdan bizni yo'limizda turganligi uchun har birini o'zi asosiy narsa o'sha aytish ham noqulay-ku, o'sha insonlarni inson o'rnida ko'rish, xodimlarga yaxshi sharoit yaratish juda ham muhim. Har bir bilan so'rashib chiqishga harakat qilaman. Oxirgi vaqtlarda mana syomkalar bilan bo'lib sal kamroq ko'rishdim lekin. Kecha kuni uzr so'radim, xodimlar gruppasida men sal qilolmadim, men xafa bo'lmay turing deb mashina deb turib. Shunaqa. Tushunarli. Birinchi bo'lib mana bu yerda qator sertifikatlarni ko'ryapmiz. Bu qanaqa sertifikatlar aka? Men ko'p ustozlarda o'qiganmiz, mana shu treninglarga qatnashib turamiz. Chunki tushunib yetdimki, biznes bu odamlarni boshqaruv alohida ilm. Masalan, 5 ta 4 ta xodimlarni boshqaraverasiz, lekin mana 50 ta, oldingi ishxonamizda 150 tagacha xodim boshqarganimda, 50 tadan o'tgandan keyin o'sha anaqa qilish boshladi. Telefonlar tinmadi. Demak, buni bir yechimi bor. Hali velosipedda qayta ixtiro qilish shart emas deb turib, bu haqida Qur'on kitobida ham bor. Ya'ni bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'lmaydi-da. Eng yaxshi yo'li bilganlardan bo'lib o'rganish. Shuning uchun ko'p ustozlarda, deyarli hammalarida o'qib chiqqanmiz. Zo'r, batta mana ko'ryapman. Alisher Isayev, Ibrohim Gulyamov. Deyarli mana kurslar bo'ladi. O'zbekistonning eng topoviy o'rganda turgan biznes kouchlardan menimcha o'qib chiqishgan Oybek ham va Akmal akada o'qiganmiz. Akmal akada o'qiganmiz. Akmal Nasruddinovda. Bu yoqda yana bitta Alisher aka borlar, servis bo'yicha ustozimiz. Ulardan hamma Alloh rozi bo'lsin, ustozlardan biz ko'p bilimni olganmiz. Juda ham zo'r. Mana shu Savlat mebelli mana shu holatga chiqishiga bularning ham qanaqadir hissasi bor. Albatta, albatta. Ustozlarning hayotimizda har qanaqa kichkina muvaffaqiyatda ham ustozlarning o'rni katta. Juda ham. Fursatdan foydalanib hammaga rahmat aytamiz. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, aka, bu qismlarimiz qanaqa? Bular endi oyna qilib qo'yganmiz ko'rish uchun. Bu yerda mana yana o'sha yo'q shkaflar, xom ashyolar uchun
Tushunarli. Endi bu yoqda tashakkurnomalar bor, bir xil ba'zilar sertifikatlar. Mana bu yerda meni постоянный formam turadi. Endi haligi sal nokamtarlik-ku. Mana shu korxonamizdagi har bitta stanokda o'zim ishlab chiqqanman vaqtida. Hozir ham nimadir anaqa bo'lsa, o'zim ishlay olaman, xudo xolasa. Faqat laksi pishishni bilmayman-ku. Qolgan har bitta stanokda shu rover bo'ladimi, persatka hammasida ishlab chiqqanman o'zim. Bir endi shuni ana qilib ishlab. Bu demak sizni o'tmishingiz o'zimni formam bu. O'tmishman, hozir ham ishlaymiz kerak bo'lsa. Hozir ham agar vaziyat taqozo qilib bo'lsa, ishlash juda ham zo'r, juda ham zo'r. qo'limizdan keladi. O'zi Namanganda umuman olganda mana shu Savlat Mebel degan brendni bir kiyib yurish ham yoki Savlat Mebel degan yozuvi turishi ham bir qanaqadir bu narsaga alohida bir jihat qo'shadi menimcha. Albatta, endi albatta faxrlanamiz. Anaqa bilan kam bo'lsa ham o'ziga yarasha muvaffaqiyatlarimiz bor. Tushunarli. Allohga behisob shukr. Zo'r. Xo'p, bu yerlarda ko'ryapmiz, birinchi bo'lib men e'tiborimni tortgan mana shu narsa eskiroq turibdi bu. Bu haqida nima deysiz aka? Bu qanaqa narsa bu? Buni endi biz ham o'z asli hamkasbmiz. Men ham o'zim vaqtida fotograf bo'lganman. Maktab vaqtida boshlangan. Bu meni ilk emas-ku, haqiqiy o'sha yaxshi daromad topishga sabab bo'lgan fotoapparat bu. Ya'ni odamlar buni просто interyer, exterior uchun qilib qo'yadi-ku. Menda bu realniy bu ishlagan bu. Bu o'zingizniki. Mana o'sha ko'pchilik o'sha rasmchi sifatida bilgan. Maktabda 6-sinfdan 5-6-sinfdan bir 9-sinfgacha fotografiya bilan shug'ullanganman. Professional darajada shug'ullanganman. U vaqtda hali bunaqa sifrovoy deydi-ku, bunaqa emas, bu plyonka bilan qiladi. Hozir ham ishlaydi bu mana. Hozir ham ishlab turibdi. Tushunarli. Bu anchadan beri turadimi bu yerda aka? Bugun oldirib kelib qo'ydim buni. Oldingi ishxonamizda ofisda turardi, yig'ishtirib qo'ygandim. Endi ofis bitgandan keyin bugun vaqt soati ekan, bugun olib kelib qo'ydim. Juda ham. Buni mana orqasida anaqalari ham bor mana. Spishkasi bor. Spishkasi bor. Qarang, texnologiya. Bilmayman, bu bir 80-yilda ishlab chiqarilgan narsa bo'lsa kerak. SSRda yozib qo'ygan ichiga ham. Ko'rsatadi. Ya'ni 30 yildan oshdi o'zi. Nechinchi yil ekan mana. Qana mana bu yerda bo'ladi. 1085-yil, adashmasam. 85-yilda chiqqan shekilli. SSR mahsulotida haqiqiy mana bitta zarat qilasiz, bitta ketadi. Qorong'ida bitta rasm olsa bo'ladi. Bitta rasm olsa bo'ladi. Qancha zarat qilishingiz kerak. Qanchada zaryad bo'ladi keyin bu? Bunga bir 1 minutmi ketadi bitta zaratga. 1 minut. Tushunarli. Juda ham zo'r. Xo'p, bu yerda ham sertifikatlar, kitoblar, o'zingiz kitob o'qib turasizmi aka? Endi ko'p emas u, lekin kitob o'qib turaman. Bu juda ham muhim narsa. Hozir mana internet boshqa qancha rivojlansa ham o'ylaymanki, bolalarga qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar kitob o'qish anaqasini shakllantirish kerak ekanda. Ya'ni ko'nikmasini. Harakat qilaman hozir ham bolalarimga ham kitoblar olib berishga. Kitob endi maqtanishga kirib qoladi hozir. Ko'p emas, kam o'qiyapmiz, chunki mana ijtimoiy tarmoq sarg'itib olyapti. Lekin kitob o'qib turamiz. Tushunarli. Bu o'zingizni ish stolingiz. Ish stolim. Men juda anaqa raqamlar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Menimcha har bitta biznesmen uchun juda muhim. Mana bu yerda mana doska bor, ko'rsating. Bu o'sha pastdagi doska. Bu yerda ish jarayonlarim bu yerda ham ko'rsatib turadi. Ya'ni qaysi zakaz, qaysi etapda, kimni zakaz qancha. Mana qarang, mana bu zakaz nima uchundir kechikyapti. Mana Asadbek akaman. Chunki mana bu surok bor, 2-da ekan. Qarang, qolgan hammasi 5-6 narsalar. Buni demak persatika bo'yi teshadigan mana hamma jarayonlar bo'lganda, faqat mana 540 ta teshigi bor ekan buni. Nimadir muammo bormi? Qilinmayapti mana. Mana Savlat zakaz. Bizni o'zimizda zakaz buyurtma bo'limi ham o'chirt bilan qildiradi ishni. Mana bu yerda o'chirib turibdi. Mana bu yerda yana o'chirib turibdi. Ya'ni har bittasi elektron qilingan. Bu ishxonada adolatni ta'minlash uchun. Ya'ni o'zimiznikini bez o'chirt qilib nimadir qilmaymiz. Ya'ni u bo'lim alohida, bu bo'lim alohida, har birini zakaz qilib turadi. Mana har bitta stanogimizni zagruzkalarini ko'rsatib turadi. Qancha ish bor. Mana kromkada 1684 metr kromka qilish kerak. Kimni kromkasi bor. Mana bu yerda mana Obidxonniki 6 ta arrasi bor. Agar shuni kesib bo'lgandan keyin uskunada kesib bo'ldim desa, bu yerdan yo'qoladi bu. Tushunarli. Joylashtirganmiz. Bu yo'lda shaxsiy kompyuterimiz, bu yo'lda o'sha qolgan programmalarni o'sha million dollarlar u yoqqa, bu yoqqa ko'rib turiladi. Jarimchalik emas-ku. Shu raqamlarga qarab turamiz. Ya'ni o'zi qancha qarzdorlik bor,
qancha haqdorlik bor, Aha. ko'chada qancha nasiya bor, Aha. o'zi foyda bo'libdimi, zarar bo'libdimi, har To'g'ri. bittasini juda muhim ko'rsatkich bu. Tushunarli. Juda ham. Tizimlashtirish mana shuning uchun kerak. Ha. Ya'ni shunisi zo'rki, tizimlashtirishi o'tgan yil shu oyda qancha vaqt savdo bo'lgan, misol sentyabr oyida qancha savdo bo'lgan, bunga qarab solishtira olasizda, analitika. Tizimlashtirsan, tizimlashmagan biznes как haligi ko'zini bog'lab yurganga o'xshaydi-da, nimani. Tizimlashtirsangiz konkret qurib turasiz. Daromad bo'libdimi yoki zarar bo'libdimi, qancha mahsulot omborda qolib ketib qolibdi, ya'ni qanchalik aylanibdi u mahsulot, hammasini ko'rib tursa bo'ladi. Tushunarli. Mana bu savolimizni endi so'raymiz. O'zi videoni boshida so'ramoqchi edim. Mana Savlat mebel. O'zi aka nima uchun Savlat nomi qo'yilgan? Endi o'zi biz Savlat mebelni boshlaganimizga mana hozir 2 yildan ozgina o'tdi. Lekin biz 10 yillik tajribamiz bor, aynan mebel sohasida. Biznesi bo'lsa 2005-yildan boshlaganmiz endi. Tadbirkorlikni deylik, biznes katta narsa, tadbirkorlikni. 20 yildan beri shu ko'chada xodimlar bilan ishlab boshqa qilib kelamiz. Oldin boshqa brendda ishlaganmiz, ya'ni sherikchilik asosida ishlaganmiz. Endi vaqt soati kelib, sheriklar bilan qarasa munosabatlarimiz sal taranglashganga o'xshaganda, keyin saqlab qo'yamiz munosabatlarni, oq ko'chaligimiz deb turib, Xudoga shukr, salomatligimiz bor, yaxshi munosabatlarimiz. Alohida bo'lishga to'g'ri keldi. Shuni alohida qilib, o'sha ya'ni mahsulotimiz xonadonlarga savlat bag'ishlasin degan ma'noda qildik. Logotiplarni ham qildik. Logotiplarni ham qarasang yashil. Bu yashil biz asosiy fokusimizni mana endi dunyo kezdik, boshqa qildik. Ekologik toza, insonlarga zararsiz mahsulot, ya'ni ekologik bo'lsin deb turib, yashil rangni olganmiz. Va daraxt olganmiz. Daraxtni qarang tekislab turib, ya'ni tabiiy mahsulot, tabiiy daraxtdan foydalanib, tabiiy, foydali va tartibli mahsulot ishlab chiqaramiz deb shunaqa logotip o'ylab topganmiz. Tushunarli. Juda ham zo'r. Nomi ham menimcha mebellarga va Savlat mebelga juda ham yarashgan desam adashmagan bo'laman, chunki haqiqatda mana ko'p maqtab o'rdingiz. Chunki haqiqatda do'stlar ko'rishinglar mumkin. Showroom ham, umuman bino ham juda ham savlatli bo'lib turibdi. Xo'p, bu yer qanaqa joy aka? Bu yer endi shu mehmonlar, endi alohida anaqa konferensiya xonamiz yo'q. Xodimlar bilan chaqiramiz, gaplashamiz do'stlarimiz bilan. Endi mijozlar kelsa, e'tiroz bilsa, bir piyola choy beramiz. Ishlash joyimiz endi kichkinagina 35 kvadrat, 6 ga 6 bo'lsa, 36 kvadrat ofisimiz. Tushunarli. Endi ko'p ham kirmaymiz aslida. Ish jarayonlarida sext ichida bo'lamiz ko'pincha. Tushunarli. Juda ham zo'r. Endi baribir mehmonlar ko'p keladi, u yoqdan uzoqdan keladi, baribir bitta shunaqa xona kerak ekan. 1 yil, 1,5 yil davomida ofisiz ishladik lekin. Xodimlar bilan birga ishladik. Endi baribir ajratilgan joy bor edi. Qarasang ko'pchilik kelibdi, oyoqda kutib olibdi boshqa. Shunga majbur bo'ldik ofisga. Tushunarli. Juda ham zo'r aka. Chiroyli chiqqan, dizaynlari ham ayniqsa premium holatda desak bo'ladi. Xo'p, keling, o'tiring. Xo'p, aka, bir ikkita savollarni so'rab olamiz. Mana shu ofisimizda mayli. Biznesga oid bilimlaringizni ulashasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa, endi ilohim manfaatli bo'lsin. O'zi birov ko'p vaqtini anaqa qilisham, ba'zan men dahshatga tushaman. Statistikalar bor-ku, Instagramdagi boshqa statistikalar qilsangiz, deylik 1 million ko'rilgan videolarimiz bor, endi millionlab ko'rilgan videolarimiz bor. Savlat mebel profilida yoki o'zimiz profilimizda ham statistikani ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Ya'ni 3 yil, 2 yil qanchadir odamlarning vaqtini olganda buni realni menimcha his qilishga deb o'ylayman mas'uliyatini. Shunga qisqaroq bo'lsa, odamlarning vaqtini olmasa. Albatta aka, maksimal harakat qilamiz. Xo'p, Oybek aka, birinchi savolimni berib o'taman, aynan mana shu mebel sohasiga tegishli. O'zi nima uchun aynan mebel sohasini tanlagansiz? Misol uchun yo'nalishlar ko'p-ku. Mana fotoaparatingiz bo'lgan ekan yoshligingizda. Nima uchun o'sha yo'nalishda ketmagansiz-u, aynan mebel sohasida shunaqa rivojlantirdingiz? Endi menimcha hozir hech kim bermagan bu savolni. Sal o'ylanib javob bersam
tabiiy javob beryapman. O'zi usta mahallada tug'ilganmiz. Biz yoshligimizda yog'och o'ymakorligi bo'lgan. Yog'och o'ymakorligi bilan shu professional darajada shug'ullanganman. Yog'och o'ymakorlik qilib yurdim. Keyin savdogarlikka o'tib ketdim. Orada kompyuter texnologiyasini o'rgandim va o'sha 2010-yilda Xitoyga borib, savdogarlikdan zerikkanimdan keyin Xitoyga bordimda, qarasam o'sha bo'y ko'rsatganim Glovo'dan apparat bor ekan, rover apparatlar. Shularni olib keldimda, yog'och o'ymakorligi bilan kompyuter bilimlarini birlashtirdim. Oqibatda yaxshigina pul topdik. Chunki kompyuter yaxshi bilamiz, yog'ochchi teksturasini yaxshi bilganimiz uchun-da. Shunaqa ishlar yurib, 2015-yilda keyin mebel sohasiga kirib ketdik. Qarasak, unda ham qiziq. Bolalar mebeli kerak bo'ldi. Qarasa, sifatli bolalar mebeli yo'q. 2015-yilda. Toshkentdan olib ketish kerak. Ungacha 2010-yilda 15-yilgacha ham o'sha yog'och o'ymakorlik bilan parallel ravishda Xitoydan uskunalar olib sotib yurdik. Shu mebelchilarga uskuna olib keldi. Keyin o'sha 2015-yilda bir dollarda krizis bo'ldi. Menimcha biznesmen yaxshi eslaydi. Birdan kurs 300 dan 600 ga chiqib ketdi. 600 ga chiqib ketgan mahalda biz uskunalarimiz sotilmay qoldi yaxshi. Nimagaki odamlar uskuna olib ishlab chiqarish qilgandan ko'ra dollar ushlab tursa, o'sha foydali bo'ldi-da. Shuni hisobga uskunalarimiz yaxshi sotilmay qoldi. Keyin qarasa o'zimizga mebel kerak bo'ldi. Namanganda mebel sifatli mebel topa olmadik. Hamma Toshkentdan olib kelar ekan u vaqtda. Puli borlar. Keyin aytdik, demak, bozorda og'riq bor ekan. Keyin shu mebel sohasiga kiramiz deb turib, kirib ketdik. U vaqtda O'zbekiston sanoqli bo'lgan shu printer apparati bor edi, UV pechat deydi. Shu tekis yuzaga, oynaga har narsa rasm chizadigan apparat Xitoyda ko'rib qolib, shunga qiziqib, olib kelib, shu bilan keyin mebel chizib ketdik. Ha, tushunarli, juda ham zo'r boshlangan ekan. Xo'p, endi yaxshi savoldan sirazi qiyinroq savolga o'tamiz. Mana shu Savlat mebelni shu holatga kelguncha eng katta sinov sizda nima bo'lgan? Eng katta qiyinchilik deymizmi? Endi o'zi biznesda qiyinchiliklar ko'p bo'ladi. Hamma o'yladi haligi yurasiz. To'g'ri, zo'r taraflari ham ko'p. Eng zo'r tarafi erkinlik. Xohlagan joyingizga borasiz, qilasiz, lekin mas'uliyati ham og'ir o'ziga yarasha. Eng qiyinchilik nima endi? Har doim pul yetishmovchilik bo'ladi masalan. Bu qiyinchilikda, endi stressda, kimgadir va'da qilib qo'yasiz, o'ylagan savdangiz bo'lmay qoladi. Shunaqa narsa, ya'ni qancha pul bo'lgan sari yetishmas ekan bu narsaga eng anaqa tomoni. Lekin kimgadir oylik ishlasangiz, o'zi xarajatingiz tayin bo'ladi, keladigan pulingiz tayin, shunaqa qilasiz. Endi bunday kutilmagan xarajatlar, uskunalar buzilib qoladi, yangisini qo'shishingiz kerak, xodimlarga ish haqi, shu pul yetishmovchiligi har doim bo'ladi. Menimcha bu normal holat. O'sha doimiy ko'tarilib ko'proq topishga undab boradi adashmasam. Shunaqa. Endi ko'pchilik qiyinchilik emas, ko'pchilik savol beradi-da, motivatsiyani nimadan olasiz? degan savolga agar uni aylantiradigan bo'lsak, motivatsiya to'g'ri, menimcha u ko'payib, kamayib turadigan narsa. Motivatsiya so'lib odam ba'zida komfort zonaga kirib qoladi. Shuncha narsa bor-ku, hamma narsam bor, nima qilsam bo'lar ekan deb. Lekin shunaqa vaqtda ko'pincha chet el safarlarga boraman. Chet elga safarlarga borsangiz, u yerda endi xalqaro kompaniyalarni ko'rib, ko'rgazmalarni ko'rsangiz, bu biz qilayotgan ishda narsalar hech narsa emasligini, rejalar kattaligini bir his qilasizda, keyin yana yangi rejalarga kirib ketasizda. Hech bo'lmasa shu o'zimiz sohamizda shu xalqimiz mebelga qaram bo'lmasa, hech boshqa narsalarga, boshqa davlatlarga, boshqa narsalarga, boshqa xalqlarga qaram bo'lmasa-da, o'zimizda shu oliy sifatli, yaxshi mebellar chiqsa deb turib qo'yamiz maqsad. Endi shu yo'lda endi qiyinchiligimiz ham o'zi hammasi shuni ichida. Mutaxassislar yetishmasligi, harakat qilyapmiz, o'zimiz chet elga borib, xodimlarimizni ham yuborib chet elga, u yerdagi atmosferani, u yerdagi muhitni ko'rib harakat qilyapmiz shu yo'lda.
Tushunarli, juda ham zo'r. Xo'p, do'stlar, mana bugungi Oybek akamni oldilariga va Savlat Mebelga bo'lgan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana Oybek aka, bugungi vaqtingizni ajratib, mana shu obunachilarga, xalqimizga manfaat berganingiz uchun kattakon rahmat. Obunachilarimizga nima deysiz aka? Avvalo, obunachilarimizga katta rahmat, vaqt ajratib ko'rganlaringiz uchun. Vaqtlaringizga rozi bo'ling. Agar videolarimizdan kimdir ozgina bo'lsa ham manfaat olgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. Bundan ham manfaatliroq videolarni, ma'lumotlarni berishga harakat qilib boramiz. Bizni showroomimiz Namangan shahri Promzonada joylashgan. Xalqimizga, O'zbekistonda agar kimgadir mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Biz bajonidil xalq xizmatini qilishga rozimiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Juda ham zo'r aka, katta rahmat sizga ham. Do'stlar, Oybek akamning profillariga albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin va aytib o'tganlaridek Namangan shahrini Promzona qismida Savlat Mebel showroomi joylashgan. Hammanglarni kutib qolamiz. Oybek aka, ana shu videomizdan kelishsa qanaqadir bir bonus yoki qanaqadir bir sovg'a qila olamizmi obunachilarimizga? Qilamiz. Kelaversin, xursand qilamiz. Bizning dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmagan deydi-ku. Salomat bo'ling aka. Juda ham zo'r. Do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'ling.